Elon Musk Tesla'ning haqiqiy asoschisi emas, lekin u shunday yo'l tutdiki, siz bu ishni u qilgan deb o'ylaysiz. 2003-yil Martin Eberhard va Mark Tarpenning Tesla Motors'ga asos solishadi. Ularning g'oyasi tez, chiroyli va elektr mashinalar. 2004-yil Elon o'yinga kiradi. U $6,5 million chek yozadi va direktorlar kengashi raisi lavozimini talab qiladi. U uchun bu arzimas narsa, ammo aynan shu unga hokimiyat beradi. 2006-yil Tesla Roadster'ni taqdim etadi. 127 ta mashina, har biri $100 ming. Matbuot Martinni maqtab yozadi. Elon g'azabda. U shunday xat yozadi: "Men chuqur ranjiganman va haqoratlangandek his qildim o'zimni. Agar bu yana takrorlansa, hamkorligimiz tugadi deb hisobla." Bu mashinalar haqida emas edi, bu tan olinish haqida edi. 2007-yil Tesla'da xaos, ishlab chiqarishda muammolar, pul kundan kunga kamayib ketmoqda. 40 nafar xodim bosim ostida. Martin tashqi yordam jalb qilishni taklif qiladi, lekin Elonning boshqa rejasi bor edi. 2007-yil avgust kengash Martin ishtirokisiz yig'iladi. Uni CEO lavozimidan chetlashtirishadi. U o'zi yaratgan kompaniya bo'lsa-da, unga ofisga kirish huquqi yopiladi. Oqibatlar: pul 0, 1 yil ish faoliyatiga taqiq, huquqlardan voz kechish to'g'risida majburiy imzo. Shu paytda Elon tarixni qayta yozishni boshladi. U darhol CEO bo'lmaydi. Bu lavozimni boshqa 2 kishi egallaydi. Ammo intervyularda u tobora ko'proq o'zini Tesla asoschisi sifatida ko'rsatadi. Tarix ko'z o'ngimizda qayta yoziladi. Bugun odamlarning aksariyati Elon Musk Tesla'ni asoslagan deb ishonadi. Ammo Martin Eberhard haqiqiy asoschi, xotiradan o'chirilgan.